Assalamu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Angliya Sharq Turkistondagi majburiy emgak munosabatli shirkatlarni jazolash siyosatiga yo'l qo'ymoqchi. Xitoyning atalmış 14-5 yillik plan mezgilida assimilyatsiyani kuchaytirganligi ta'kidlandi. Amerika Davlat Mudofaa Ministerligi Trumpning yanada 3 armiyaning bosh qo'mondoni ekanligini bildirdi. Tayvan o'ziga xos mustaqil pasportni tarqatishga boshladi. Bola tarbiyasi haqida tuvan ediqtanglar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Angliya Tashqi ishlar ministri Dominic Raabning bu hafta Sharq Turkistondagi tovar setib olgan shirkatlarga texnik ko'p cheklama qo'yish talabining muzokaradan o'tishidan umid borligi hamda ularning davlat ishidagi andishalari va Angliyaning Sharq Turkistondagi majburiy emgak suiqasd to'g'risidagi tanqidchilarga qarata munosabatli kishilik huquq tafsirlanishligiga muhim rol o'ynagan Xitoy amaldorlariga jazo yurgizadiganligini bildirgan. 10 yanvar kuni Angliya muhofizat gazetining xabarida Angliya Tashqi ishlar ministri Dominic Raabning bu hafta tarqatilgan tavsiyalar o'z ichiga olgan munosabatli shirkat va'dasini o'rindayamasa, tovar ta'minlash zanjiridagi majburiy emgakning oldini olish uchun muvofiq tirishchilik ko'rsatmasa, undaqda Angliya hukumati tomonidan jazolanadiganligi, Sharq Turkiston paxtasini setib olishni cheklash taklifining amaliyotga uyg'un bo'lmaganligi hamda Dominic Raab va Savdo ishlari kotibi Liz Truss 13 yanvar chorshanba kuni Angliya parlamenti Avom palatasida konkret tadbirlarni e'lon qilmoqchi ekanligini bildirgan. Sharq Turkiston Uyg'ur musulmonlarining kishilik huquq masalasi va majburiy emgak masalasi taratqularning keng diqqatini qo'zg'ashiga ergishib, Angliya parlamentidagi hokimiyat peshidagi konservativlar partiyasi va o'qituvchi ishchilar partiyasi Angliya hukumatini Xitoyga qarshi tadbir qo'llanishga chaqirgan. Xabarda Angliya taraf e'lon qiladigan tadbirlarning konservativlar partiyasining kishilik huquq komiteti hukumatning Xitoyning xiristiriga taqobil turish uchun texnik ko'p tadbir qo'llanishni talab qilganligi bilan munosabatli bo'lib, Angliyadagi Mark va Spencer shirkatlari 6 yanvar Sharq Turkistondagi majburiy emgak mahsulotlarini boykot qilish harakat chaqiriqini imzolaganligini, Mark va Spencer shirkatlarining har yili o'xshamagan yo'llar bilan 40 ming tonna paxta setib olganligini bildirgan. Buningdan ilgari Amerika Davlat bexatarlik ministerligi bultur 2 dekabr kuni Amerikaning barliq chegara tamojna kirish eg'izlarida Xitoy ishlab chiqarish qurilish punktlaridan kelgan paxta va paxta mahsulot tovarlarini tutib qoladiganligini e'lon qilgan bo'lib, bu vaqtlik tutib qilish buyrug'i yaqinqi 3 oy ichida Amerika Tamojna va chegara qo'g'dash idorasi e'lon qilgan Sharq Turkistondagi majburiy emgak mahsulotlariga qarshi 6-qitimli qonunni ijro qilish harakati bo'lgan. Egilinishcha Raab bilan Trussning Angliya zamonaviy qulluq qonunida doklad qilish majburiyatini ustiga oladigan organlarning sonini kengaytirganligini e'lon qilganligi, zamonaviy qulluq xitobnomasining mazmuni, vaqti va tarqalishida cheklash kuchiga ega qoidalarni o'tirib qo'ydiganligi hamda qonunning ijro qilinishini nazorat qiladigan maxsus yakki qonun ijro qilish organi quradiganligini bildirib, Angliyaning yeni qonunga uyg'un kelmaydigan tashkilotlarga cheklik iqtisodiy yoki haq talab jazosi berishni o'ylashayotganligini ta'kidlagan. Xabarda yana Angliyaning Magnitsky qonuni orqali 5 nafar kishilik huquq tafsirlanishligiga chedishlik Xitoy amaldoriga jazo yurgizadiganligini eskartgan. Shundaqla Amerika Iqtisodshunos jurnalida 7 dekabr e'lon qilingan Amerika Davlat Majlisi Uyg'urlardagi majburiy emgak chetishlik mahsulotlarni cheklash qadamini teziltiyotdi nomli maqolada Amerikaning bosh bo'lib Xitoydagi yig'ib olish lagerlariga chetishlik har qanday savdoni cheklashga tirishayotganligi o'tirib qo'yilgan. Atalmış Uyg'ur abnumraylik hukumat doiralari yaqinda yig'in chaqirib, Xitoyning 14-5 yillik plan mezgilida assimilyatsiyani kuchaytirishni, Sharq Turkistondagi har millat xalqida atalmış Junxo millati o'rtaq ideyasini mustahkamlashni talab qilgan. Tangritog to'g'ridan xabar qilishicha, bu talab atalmış Uyg'ur abnumraylik partikopining islohotni umumyuzlik cho'nqirlashtirish komitetining yaqinda o'tkazilgan 17-navbatlik yig'inida o'tirib qo'yilgan. Shuning bilan bir vaqtda qonunchilik Jungo qurilishi yirik plani 2020-yildan 2025-yilgacha besib tarqatgan. Chinchuangoga o'tgan yili Amerika hukumati tomonidan Beijingning Uyg'urlarni bostirish, kishilik huquqini dafsanda qilish siyosatini ijro qilishga yetakchilik qilish bilan ayblanib embargo qo'yilgan. Tangritog to'g'ridan xabar qilishicha, Chinchuango yig'inda 14-5 yillik plan mezgilida Sharq Turkistondagi har millat xalqida atalmış Junxo millati o'rtaq tonishini shakllantirishga kapolatlik qilishni talab qilgan. Kuzatuvchilar Xitoyning Junxo millati o'rtaq gavdasi tonishi degan bu hukmning Uyg'ur tili, tarixi, madaniyati va kimligini inkor qilish asosi qurilganligini izchil qayd qilib, Xitoyning bu hukmi Uyg'ur madaniyat qirg'inchiligining partiyasi ekanligini, Chinchuango islohot komitetining yig'inida har darajalik hukumatlarning huquqiy, chiqim mas'uliyati va moliyasiga mos keladigan muqim sistem barpo qilib, atalmış Xinjiang madaniyat o'zlashtirish qurilishini cho'nqur taraqqiy qildirish, Junxo millati o'rtaq gavdasi tonishini shakllantirish, har millat xalqida ittifoqlashib kurash qilishning o'rtaq ideaviy asosiga kapolatlik qilishni talab qilgan. Xi Jinping boshchiligidagi Xitoy kommunist hukumatining navbatda Sharq Turkistonda yurgizayotgan Uyg'ur xalqining til madaniyati, urf-odati,
diniy e'tiqodini yo'qotib, ularni butunlay xitoylashtirish siyosatini amdilikda Tibet, Mongol, Korean, Zhuangzhou, Yizu qatorliq Xitoy bo'lmagan boshqa millatlarga ko'chirib ishlatishga boshlaganligi ilgari surilgan. Amerika parlament binosidagi zarba vaqasidan keyin Demokratlar partiyasining boshlig'i Nancy Pelosi Trumpni yadro qo'mondonlik huquqidan mahrum qilmoqchi bo'lganda, armiya qo'mondonlarining rad qilishiga uchrab, Trumpning yanada 3 armiyaning bosh qo'mondoni ekanligini bildirgan. Buningdan ilgari Davlat mudofaa ministrligi 6 yanvar Washingtondagi yig'ilishining asosiy qonunga tunji tuzitish kirgizilib, ruxsat qilingan qonuniy faoliyat ekanligini aniq o'tirib qo'ygan. Amerika mutaassib xabar to'rbekiti G'arb jurnalining xabar qilishicha, Amerika Van palatasining boshlig'i Nancy Pelosi yaqinda Amerika armiya birlashmasining raisi Mark Milleyga telefon orqali besim ishiltib, armiyadan prezident Trumpning yadro qo'mondonlik huquqidan mahrum qilish qatorliq xalqaro tahdidga taqobil turish huquqini cheklashni talab qilgan. Ammo armiya qo'mondonlarining rad qilishiga uchragan. Amerika armiya birlashmasi yig'inining raisi Mark Milley buningga javoban prezident Trump yanada Amerika qurolli qismlarining bosh qo'mondoni ekanligini, yanada hukumatdagi birdan-bir harbiy harakatga bevosita buyruq berish iqtidori va Amerikaning yadro qurol ombirini ishiltish huquqiga ega kishi ekanligini bildirib, prezident Trumpni munosabatli qo'mondonlik huquqidan mahrum qilishga urinish harbiy siyosiy o'zgarish bilan barobar ekanligini ta'kidlab, Amerika armiyasining parlamentdagi partiya majrolariga aralashmaydiganligini aniq ifodalagan. 11 yanvar kuni Tayvanning yangi o'zak pasporti rasmiy yo'l qo'yilgan bo'lib, mush kundan boshlab Tayvan hukumatı xalqiga yangi o'zak pasport ishlashni boshlagan. Pasportning muqovasidagi Tayvan so'zi koni nusxadan farqli loyihalangan. Tayvanning diplomatiya ministri Wu Jiaoxin xalqaro Osiyo transport jamiyati va xalqaro Osiyo tomoshnasida shundaqla yangi pasportning dunyoning har qanday yerda to'solg'usiz ishlaydiganligini, masala chiqmaydiganligini bildirgan. Yangi nusxadagi pasport asli pasport loyihasidagi Jungo Jumhuriyati xatini kichikiltib, davlat kirbining sirtqi chambergiga o'rnashtirib, asli nusxadan xilali kichiklashtirilgan. Tayvan xatini alohida cho'ngaytib, Tayvanning pasport ekanligini gavdlandirgan. Tayvan tashqi ishlar ministrligi Xitoy virus tarqalgandan buyon boshqa davlatlarga borgan bir qism tayvanliklarning xato holda Xitoy Xalq Jumhuriyatidan deb qaralganligi va ularning pasportiga besilgan Jungo Jumhuriyati sababidan nomuvofiq chegaradan kirish cheklamasiga uchraganligini ta'kidlab, yana xato hukm berishning oldini olish uchun Tayvan qonun chiqarish organi o'tgan yili iyul oyida ma'muriy tarmoqlar Tayvan xalqining huquqiy va manfaatini qo'g'dash uchun pasportga Tayvan xatini alohida farqli loyihalagan. Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen ijtimoiy taratquv Instagramda bugun yangi pasport tarqatilgan kun. Pasport muqovasida cho'ng yozilgan Tayvan so'zi Tayvan xalqining dunyoning har qanday yeriga bora oladiganligini, xalqaro jamiyatning Tayvanning mavjudligiga sal qarashga bo'lmaydiganligini bildirgan. Balaning harakati xuddi aynakka o'xshash ota-onalarni nurg'un uchurlar bilan ta'minlaydi. Balalarda tövendikidek ifodalar ko'rilsa, ota-onalar yaxshi o'ylanish kerak. 1. Xijilchan, qo'rqinchoq bo'lish. Balalar kichik vaqtida qo'rqinchoq yoki xijilchan bo'lib qolganda, ota-onalarning eng qilishga tegishli ishi balaning tabiatini qabul qilish hamda dal vaqtida yetaklab rag'batlantirib, hargizmi balaning oldida bu bola qo'rqinchoq, yarmas deb xohlagancha tanqidlamaslik va muhokama qilmaslik kerak. Cho'nglar balalarni kichik tushunmaydi deb o'ylaydi. Amaliyotda balalar paranglish jarayonidagi kayfiyatni tushuna oladi. Balalar xohlagancha qo'rqinchoq degan markani choplab qo'yish balalarning o'sib yetilishiga foydasiz. Xijilchan qo'rqinchoq balalarga ota-onalar savrchanlik bilan hamroh bo'lishi, ilhom berish kerak. 2. Ba'zi balalarda umidsizlik, passiv kayfiyat intayin ko'p bo'ladi. Ularning echilib, yeyilib kulganligini ko'rish tez. Kichikkin ishlarni ko'nglidan chiqarib yetamaydi. Ba'zi balalar bir parcha toshga o'xshaydi. Har qancha chiqibmi illit qilib bo'lmaydi. Bundaq ahvolga yo'liqqanda ota-onalar balalarga hamroh bo'lib qolgan vaqtining oz bo'lib qolgan qamg'anligi, balalar bilan fikr almashtirishning kamchil bo'lib qolgan qamg'anligi haqida o'ylanib beqish kerak. 3. O'zini tashlab etish. Bu xil balalar ota-onasining kutgan yerdan chiqolmay qolsalar, olg'a intilmaydigan, asonla o'zini tashlab etadigan bo'lib qoladi. Ota-onalar kuchining boricha balalardagi har bir kichikini ilgirlashni bayqish kerak. Ota-onadagi shuhratparastlik va basxo'rlik sababidan bola asonla o'zini yor yulaksiz his qilib, oson voz kechadigan bo'lib qoladi. Ota-onalar balalarning o'sib yetilish yo'lidagi sho'ti bo'lib, ularning qadam-qadam nishoniga yetishiga yordam berish kerak. 4. Jimig'ur. Ifodalashga mohir har bir bolaning orqasida cho'qim ko'ngil qo'yib anglashga mohir cho'nglar bo'ladi. Agar ota-onalar hamisha gapini bilib olsa, baho bersa, hatto bolasining degan gapini tanqidlasa, bola o'zining qalb ishkini etib oladi. Ko'ngil qo'yib anglash har bir ota-onaning darsi bo'lib, bolalarning parangning mazmunini butun vujudi bilan anglabla qolmay, yana gap so'ziga yoshiringan kayfiyatni anglash kerak. Haqiqiy ko'ngil qo'yib anglash hargizmo aplab-saplab o'tkazib etish va ko'ngli bir yerda bo'lmaslik emas, balki
balaning kayfiyatiga vaqtida inkas qaytarishdir. 5. O'ziga bo'lgan ishonch kamchil. Ba'zi ota-onalar hamisha bolalarning kamchilligiga tikilib olib, ortiqchiligini nazarga olmay qoladi. Har qanday bolani yo'chiqdan nur izlagandek ortiqchiligini izlab turib maqtash kerak. Mushunda qilgandalar bolalar xuddi quyosh nuriga qarab o'sgan o'simlikka o'xshash asta-asta echiladi. Bolalarni maqtash va ta'riflash cho'qim konkret bo'lishi kerak. 6. Aloqaga mohir emas. Jamiyatdagi umumyuzlik tashvishlanish nurg'un ota-onalarni bolalarning vaqtini zich o'rinlashtirib, bolalarni elib har xil tarbiyalash kurslari, alohida tarbiyalash sinflariga qatraydigan qilib qo'ydi. O'xshash yoshdagi bolalarning aloqa qilishiga vaqt ketadi. Aloqa iqtidorini yetildirishga muvaqqat fursat berish kerak. Rahbarlik kuchi hamkorlash iqtidorini yetildirishda aloqa iqtidori muhim rol o'ynaydi. Bu ikki xil iqtidor bolalarning kelgusi taraqqiyotini cheklab turadigan halqaliq omil. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.